Bismillahirrohmanirrohim. Savol. Hozirgi kunda 3 taloqni halollab beruvchi insonlar chiqdi. Shular hukmi nima debdilar? 3 taloqni halollasa bo'ladimi, yo'qmi? Agar 3 taloq haqiqiy 3 taloq qilingan bo'lsa, haqiqiy 3 taloq deganligimiz, ya'ni 3 marta taloq qilingan. Bir lafzda 3 marta taloq demagan, 3 marta bir taloq qilgan, qaytarib olgan, yana bir taloq qilgan, qaytarib olgan, keyin 3-inchisi yana taloq qilgan. Mana shu 3-taloq bo'ladigan bo'lsa, mana bu 3-taloqdan keyin xotin eriga harom bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'onda aytadiki, at-talaqu marratan. Taloq 2 marta bo'ladi deydi. Ya'ni 2 marta taloq qilishing, qaytarib olishing mumkin. Shundan keyin fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yaxshilikcha ushlab qolasan yoki yaxshilikcha qo'yib yuborasan deydi. Keyin oyat davomida aytadiki, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Agar erkak xotinini 3-marta yana taloq qilsa, shundan keyin bu xotin bu eriga endi halol emas, toki boshqa erga tegmaguncha deydi. Hatta tankiha zawjan ghayra, o'zini eridan boshqa erga tegmaguncha. Mana shuni endi olib ba'zilar hozirgi kunda hiyla qilyapti. Ya'ni bir 3 taloq qilingan xotin bo'lsa, ba'zilar shunday nikohlab qo'yapti. Bu narsa o'zi mutlaqo nikoh hisoblanmaydi, tamam, bu eriga harom bo'lgan. Bu mutlaqo zino bo'ladi. Ba'zilar esa hiyla qilyapti. Ya'ni 3 taloq bo'lgandan keyin xotinni olib kelyapti-da, bir insonni olib kelyapti-da, senga shuni nikohlaymiz. Nimaga nikohlaysalar desa, sen shuni eriga halollab berasan. Nikohlaysan, taloq qilasan. Shu bilan bo'ldi, bu ayol eriga halol bo'lib qoladi deyapti. Bu yoki 3 taloq qilgan eriga ham halol bo'lib qoladi. Shu ish to'g'rimi deganda, birinchidan bilinish kerakki, bu xotin 3 taloq bo'lgan xotin birinchi eriga halol bo'lishligi uchun shunchaki boshqa erga tegishligi o'zi kifoya qilmaydi. Chunki yuqoridagi oyatda Alloh taolo boshqa erga nikohlanguncha dedi. Bu nikoh rag'bat nikohi bo'ladi. Birinchidan o'zi ixtiyori bilan nikohlanadi. Ya'ni hiyla nikoh emas. Ikkinchidan bu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qilganlar. Imom Muslimda Oysha onamizdan hadis kelgan. Oysha onamiz aytadilarki, "Ja'at imratu Rifa'a al-Qurazi ila nabiy sallallohu alayhi vasallam." Oysha onamiz aytadilarki, Rifa'atul Qurazi degan bir insonning xotini payg'ambarimizning oldiga keldi-da aytdiki, "Men oldin Rifa'ning xotini edim. Men oldin Rifa'ning xotini edim. Keyin Rifa'a meni taloq qildi. 3 ta taloq qildi. Undan keyin Abdurrahmon ibn Zubayrga erga tegdim" deb, ya'ni ikkinchi eridan chiqib yana birinchi eriga qaytib erga tegishi rag'bati borligini bildirgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Aturidina an tarji'i ila Rifa'a." Sen yana Rifa'ga, ya'ni birinchi eringga qaytib tegmoqchimisan dedilar, haligi 3 taloq qilgan eriga. Shunda, "Yo'q, unga qaytib tega olmaysan, hatta taduqi usaylatahu va yaduqa usaylataki" dedilar. Sen uning rohatini topmaguningcha, u sening rohatingni topmaguncha dedilar. Ya'ni bu yerdagi rohatdan maqsad qo'shilishlik. Bu yerdagi rohatdan maqsad qo'shilishlik. Qo'shilganda ham haqiqiy er xotindek rohat topadiganligi qo'shilishlik. Chunki nomiga qo'shilgandek bo'lish emas, ya'ni. Demak, bir inson taloq qilgan, 3 taloq qilgan xotinini qaytarib olishligi uchun ikkinchi erga teganda u xotin, u haqiqiy rag'bat bilan unga tegishligi kerak va haqiqiy to'shak bo'lish kerak ularda. Shundagina keyin u taloq qilsa, ikkinchi er, u ikkinchi erdan idda tugasa, bu idda 3 hayz bilan tugaydi. Agar 3 hayz kelmasdan turib endi shu qo'shilganligi uchun bu ayol homilador bo'lib qolsa, homilasini tuqqanda tugaydi. Shundan keyingina bu xotin birinchi eriga qayta oladi. Lekin agar o'sha ikkinchi er halollab berayotgan er, ya'ni hiyla qilib halollab berayotgan bo'lsa, ya'ni shunchaki halollab berish maqsadi, haqiqiy nikoh niyatida uylanmayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqangi ikkinchi erni ham va unaqangi qilib xotinini halollab berish uchun boshqaga to'shagiga kirgizib olayotgan birinchi erni ham la'natlaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "La'anallohul muhallila val muhallala lah." Alloh la'natlasin o'sha halollab beruvchi erkakni ham, ikkinchi erni va halollab berilayotgan erni ham, ya'ni birinchi erni ham. Alloh la'nati bo'lsin unga deganlar. Allohni la'nati bo'lsin unaqa erkakka deganlar. Dayus bu, ya'ni xotinini birovni to'shagiga kirgizib olib halollab bermoqchi.
Agar u to'shagiga kirgizmasdan halollab olaman deb o'ylayotgan bo'lsa, shunchaki nikoh qilaman-da, shunchaki ajratib olaman deyotgan bo'lsa, bu nikoh bo'lmaydi va bu ajratish ham bo'lmaydi. Va mutlaqo u bilan u eriga bu ayol halol bo'lib qolmaydi. Agar endi hiyla qilaman deyotgan bo'lsa, ana shuni Rasululloh la'natladilar. Boshqa bir hadisda bunaqangi erkakni Rasululloh at-taysul musta'ar deganlar. Haligi ikkinchi erkak, halollab beraman deb o'ylayotgan erkak. Yo'qda ba'zi domlalar shunaqa qiladi. Ya'ni men mana o'zimga nikohlayman-da vaqtincha deydi. Keyin taloq qilaman-da, keyin qaytarib senga nikohlab qo'yaman deydi. Ya'ni shu bilan senga halol bo'lib qoladi deydi. Ana shunaqangi halollab beruvchilarni Rasululloh aytganlarki, at-taysul musta'ar, bular ijaraga olingan takalar bular degan. Ijaraga olingan echki bu. Ya'ni ijaraga olinyapti bu erkak. Vaqtinchalik shu ayolni halollab berish uchun. Nimaga Rasululloh ularni ijaraga olingan echkiga o'xshatyaptilar? Ya'ni masalan, bizni echkimiz, qo'yimiz bo'lsa, shuni ko'paytirmoqchi bo'lsak, bittadan bir erkak echki yoki erkak qo'yni olib kelamiz ijaraga. Berib turinglar, shuni ko'paytirib olaylik mana qo'yimizni deb. Xuddi shunga o'xshayapti bu ish. Ijaraga olib kelinyapti echkiga o'xshab haligi odam. Halollab beraman degan odam. Echkiga o'xshab ijaraga olib kelinyapti. Shuning uchun Rasululloh buni ijaraga olingan taka deyaptilar. Ijaraga olingan echki deyaptilar. Mana bu nihoyatda qabih surat. Shuning uchun bu ayol bu bilan bu eriga halol bo'lib qolmaydi. Ya'ni go'yoki yana buni echkiga o'xshatilinganligining hikmati go'yoki bu ayol shu echkidek qurbon bo'ladi. Bu ayol shu echkidek qurbon bo'ladi. Ya'ni echkini ijaraga olib kelingan paytidagi holatga o'xshab. Ana bu demak bildiradiki, nima bo'lganda ham bu ayol bu bilan halol bo'lib qolmaydi. Umar roziyallohu anhudan asar kelgan, Umar roziyallohu anhu aytganlarki, la uta bil muhallili illa rajamtu. Men agar shunaqangi halollovchilarni ushlab olsam, toshbo'ron qilib o'ldiraman degan. Chunki bu zinokor degan. U zinokor bu degan. Toshbo'ron qilib o'ldiraman agar kim shunaqa qilib bir ayolni halollab berayotgan bo'lsa degan. Ha, uni o'sha o'qitayotgan domlasimi, halollab berayotgan erkakmi yoki mana shu halollab olayotgan ermi, hammasi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi la'nat ostida qolgan odamlar bo'ladi. Shariat bilan o'ynashmaslik kerak. Ha, bu halollab beruvchi shariat, harom qilib beruvchi ham shariat. Uni bu hiyla nayragi bilan narsa halol bo'lib qolmaydi yoki harom ham bo'lib qolmaydi. Bu yahudlarning ishi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, la'anallohul yahud. Alloh bu yahudlarni la'natlasin deganlar. Alloh ularga hayvonlarning yog'ini harom qilsa, ular hiyla qilib nima qildi? Yog'larni, hayvonlarni eritib, sotib, pulini yeyishdi. Ha, biz hayvonning yog'ini yemayapmiz deb pulini yeyishdi. Ana bunaqa qilib hiyla qilishdi. Ana shunda Alloh ularni la'natlasin deganlar. Mana bu demak Allohning la'natiga qolgan shariat bilan o'ynashuvchi insonlar bo'ladi. Allohu a'lam.